50 yosh oshgan bo'lsangiz, bu sabzavotlarni to'xtating. Ular insult ehtimolini bir tun ichida ko'paytiradi. Mutaxassis tahlil qiladi. 60 yoshdan yuqori bo'lsangiz, quyidagini tasavvur eting. Sog'lom kechki taomdan so'ng, ehtimol salat yoki bugda pishirilgan sabzavotlar bilan to'g'ri qaror qilganingizdan mamnun yotib qolasiz. Lekin tong otganda biror narsa keladi. Nutqingiz buziladi. Qo'lingiz og'irlashadi yoki kutilmaganda bosh aylanishi paydo bo'ladi. Odamlar buni odatda qovurilgan taomlar yoki shakardan deb hisoblaydi. Ammo shok qiluvchi fakt, ba'zida bu sizni saqlagan deb o'ylagan sabzavot sababchi. Ha, sabzavot. Yillar davomida yurak va ong uchun ajoyib deb targ'ib qilingan, ammo 60 yoshdan so'ng u insult xavfini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Keksa yoshdagilar bilan tajribamda buni ko'p marta ko'rganman. 40 yoshda yordamchi bo'lgan taomlar 70 yoshda qarshi ishlaydi, ayniqsa dorilar bilan aralashganda yoki kunning yomon vaqtida iste'mol qilinganda. Yaxshi xabar, taomdan qo'rqish shart emas. Faqat qarigan tanangiz uni boshqacha qabul qilayotganini anglash yetarli. Ushbu videoda 60 yoshdan oshganlar uchun insult xavfini ko'paytiruvchi 9 ta oddiy sabzavotni fosh qilamiz va eng asosiy, ularni xavfsiz saqlash yo'llarini. Yakunigacha qoling, chunki oxirgi sabzavot ko'pchilik keksa yoshdagilarning haftalik menyuda bo'lib, eng xavfli bo'lishi mumkin. Boshlaymiz. Sizning eng ishonchli yordamchingiz deb o'ylagan, ammo 60 yoshdan keyin ongingizga yashirin tahdid bo'ladigan sabzavot bilan. Sabzavot 9 o'rinda sholg'om bargi. 10 yilliklar davomida sholg'om bargi eng foydali taomlar qatorida, temir, magniy va antioksidantlar zaxirasi. Ammo 60 yoshdan keyin, noto'g'ri usulda yeganda, u yordamchidan xavfga o'tadi. Sababi oksalatlar, bargdagi tabiiy elementlar, kalsiyga yopishib qoladi. Yoshlikda buyraklar ularni tez chiqaradi. Lekin yosh o'tishi bilan buyraklar pasayadi, tomirlar qattiqlashadi va keksa yoshdagilar ko'pincha kalsiy yoki D vitamini ichadi. Bu qon tomirlarida kichik kristallar hosil qiladi. Ular miya arteriyalarini toraytiradi, qumdek tiqilib qoladi. Oqim zaiflashib, kislorod kamayadi va kichik ivish jim insult keltirib chiqaradi, ko'pincha tun ichida. Sholg'om bargi yomon emas. Tanangiz uni boshqacha qayta ishlaydi. Xavfni oldini olish uchun ertalab yoki tushda yeng. Kalsiy bilan tez birlashtirmang va buyrak yoki yurak muammosida shifokorga murojaat qiling. U moddalar boyligi, ammo 60 yoshdan keyin qoidalar mavjud. Ularga amal qiling, himoya bo'ladi. E'tiborsiz, uxlaganingizda ongni buzadi. Sabzavot 8 o'rinda karam bargi. 10 yilliklar davomida karam bargi yurak uchun ideal sabzavot sifatida tanilgan, tolalar, antioksidantlar va uzoq umr vitaminlari bilan. Ammo 60 yoshdan keyin u xavfga aylanadi. Sabzavotdan emas, dorilar bilan ta'siridan. K vitamini qon ivishini boshqaruvchi, yoshlarda foydali. Lekin qon suyultiruvchi varfarin, plavix yoki aspirin ichuvchilar uchun ortiqcha dori samaradorligini buzadi, qonni haddan tashqari qalin yoki suyultiradi. Bu muvozanat aylanish va insult chegarasi. Xavf nomuvofiqlikda, bir haftada ko'p, keyingisida yo'q, dori buziladi. Bosim ko'tarilishi yoki ivish yo'qolishgacha sezilmaysiz. Xavfsizlik, miqdorini barqaror tuting. Butunlay voz kechmang. Keskin o'zgarishlardan saqlaning. Shifokorga taom haqida ayting. Karam bargi yurak va ongni saqlaydi, ammo 60 yoshdan keyin muvozanat va diqqat bilan. Sabzavot 7 o'rinda salat bargi. Keksa yoshdagilar uchun kechki yengil salat ideal sog'lomlik belgisi. Kaloriyasiz, hazmga muloyim va yurakka yaxshi. Ammo kechqurun salat bargini yeganda insult xavfi tun ichida oshadi. Sababi, tabiiy siydik haydovchi suvni chiqaradi. Yoshlarda muhim emas. 60 yoshdan keyin buyraklar sekin, tomirlar qattiq, chanqoqlik hissi zaif. Uxlayotganingizda qon quyuqlanadi. Qalin qon tomirlarda sekinlashadi, ivishlar hosil bo'ladi, dorilar bilan birgalikda. Yechim, salatlarni kesish emas, vaqtni o'zgartirish. Tushlikda yeng. Kechqurun suv iching. Salat bargi yurak va hazmni qo'llab-quvvatlaydi, ammo vaqt hal qiluvchi. Noto'g'ri, ong va oqimga bosim. To'g'ri, tetik yordamchi. Sabzavot 6 o'rinda xom lavlagi. Lavlagi sog'lom attirmalik sifatida mashhur, xirillagan, oz kaloriya va ko'z uchun beta-karotin.
Ammo 60 yoshdan keyin xom lavlagini yomon vaqtda yeganda oqim va ong muammosi. Xom lavlagi tez hazm bo'lib, shakarlarni chiqaradi. Yoshlarda osongina. Keksa yoshdagilarda diabet yoki sekin metabolizmda pik va tushish, uxlayotganingizda stress gormonlarini chiqaradi, tomirlarni toraytirib, bosimni oshiradi. Suvsizlanish bilan qon quyuqlanadi, miya uchun ivish xavfi. Yechim: kechqurun yolg'iz yemang. Ertaroq va oqsil yog'lar bilan hummus, yong'oq. Lavlagi vitamin manbai. 60 yoshdan keyin vaqt va muvozanat. Kunduz foyda. Kech zarar. Video yoqsa, like bosing. Senior Vital Health obuna bo'ling, mustaqillik uchun. Izohlarda: yoshingiz. Qayerdansiz? Salomatlik holati. Hikoyalaringizni kutaman. Sabzavot 5 o'rinda sarimsoq. Sarimsoq tabiatning qadimiy davolash vositasi, bosim tushiradi, yurak va immunitetni kuchaytiradi. Ammo 60 yoshdan keyin qon dorilarida sarimsoq himoyadan xavfga o'tadi. Sarimsoq tabiiy suyultiruvchi, allitsin oltin gugurt bilan ivishni kamaytiradi. Dorilar bilan qonni haddan tashqari suyultiradi, miya tomirlarini qon ketishiga moyil qiladi. Natija: aylanish, ko'karish yoki gemorragik insult. Yechim: qo'shimchalardan voz keching. Pishirilgan ovqatlarda oz. Pishirish kuchini yumshatadi. Belgilarni kuzating va shifokor bilan. Sarimsoq sovga, ammo dori kabi. To'g'ri, yurak mustahkam. Ehtiyotsiz, ong xavfida. Sabzavot 4 o'rinda piyoz. Piyoz antioksidant va yurak moddalari bilan xolesterol tushiradi, yalliglanishga qarshi, oqimni yaxshilaydi. Ammo 60 yoshdan keyin dorilar bilan piyoz ko'p yoki yomon vaqtda muammo. Kersetin tomirlarni kengaytirib, bosimni pasaytiradi. Dorilar bilan bosim juda tushadi, miyaga kislorod kamayib, aylanish, charchoq yoki sarosimaga olib keladi. Kechqurun namlik tushganda insult zamin. Xavfsizlik: ta'm uchun oz pishirilgan. Xomdan saqlaning. Kech ovqatlarda kam. Suv iching. Dorilarda bo'lsangiz, ayting. Piyoz sog'lom, ammo muvozanatda. Oz ta'm va saqlaydi. Ko'p ong va oqimga yuk. Sabzavot 3 o'rinda makkajo'xori. Makkajo'xori keksa yoshdagilar uchun issiq qulaylik, boshiqda yoki shorbasida. Zararsizdek. Ammo makkajo'xori kraxmalga yaqin. 60 yoshdan keyin shakar piki oq nondek. Insulini sekinlarda tebranish stress gormonlarini chiqarib, tomirlarni toraytiradi, qonni quyuq qiladi va kech ivish xavfi. Yechim: kech yemang. Oqsil yog'lar bilan tuxum, avokado. Vaqti bilan yon taom. Yangi yaxshiroq, qayta ishlanmagan tezroq pik. 60 yoshdan keyin boshqacha, muvozanat bilan baham ko'ring. Sabzavot 2 o'rinda sparja. Sparja toza va yengil taomlarda sevimli. Ammo 60 yoshdan keyin yomon vaqtda oqim xavfi. Siydik haydovchi, suv chiqaradi. Keksa yoshdagilarda kech suvsizlanish, qalin qon va sekin oqim, dorilar bilan ivish. Yechim: kech yemang. Tushlikda suv bilan. Dorilarda so'rang. Sparja vitamin bilan yurak va terini saqlaydi. Vaqt va namlik bilan foyda. Sabzavot 1 o'rinda pomidor. Pomidor sog'lomlik ramzi, tetik va antioksidant. Ammo 60 yoshdan keyin tungi oila moddalari, gistamin, solanin, yalliglanish va tomir o'zgarishlarini qo'zg'atadi, ong signallarini buzadi, insult kabi belgilarga olib keladi. Kislotalik elektrolitlarni buzadi. Kech ko'p yeganda bosim o'zgarishi. Yechim: yumshoq pishiring. Ertaroq yeng. Magnirli taomlar bilan. Pomidor yurak manbai, ammo o'rtacha va tingla. Bu to'qqizta sabzavotni eshitib hayratlanish tabiiy. Sabzavotlar har doim yaxshi deb o'ylaganmiz. Asosan shunday. Ammo 60 yoshdan keyin buyraklar sekin, tomirlar mort, namlik o'zgaradi. Sog'lom taomlar ham boshqacha. Nima emas, qachon, qancha va nima bilan. Tushlik salat, kuch. Kechki, qon quyuqligi. Pishirilgan sarimsoq, himoya. Qo'shimcha xavf. Vaqt, muvozanat, umr kaliti. Siz nazoratdasiz. Kichik o'zgarishlar, erkinlik. Tibbiy eslatma, ta'lim uchun maslahat emas. Dorilar yoki kasalliklarda shifokorga murojaat.
Bugun to'qqizta sabzavotni bildik. Togri yeganda himoya. Qaysi hayrat qildi? O'zgartirasizmi? Izohda yozing. Like, obuna, super rahmat. Bugungi plasma ertangi kuchingiz. O'tkir va xavfsiz qoling. Qarish, pasayish emas.